Salom alik qilib yuradigan tanishlarimdan biri qo'ng'iroq qilib, menga nafasi o'tkir bir domla topib bersangiz deb qoldi. Tinchlikmi? Kim og'rib qoldi deb so'radim. Hech kim, hammamiz soppa-sog'miz. Shu desangiz, yangi qurgan hovlimizda besaramjonliklar bor. Qo'shnilar joydan deyishyapti. Nimalar bo'layapti, ayta olasizmi deb so'radim. O'zidan o'zi bir nimalar taraqlab, eshik derazalar ochilib, quloqqa g'alati ovozlar eshitiladimi? Is-pisam chiqarib yubordik bo'lmasa. Xullas yangi hovliga ko'chib o'tdik-ku, tinchligimiz yo'qoldi. Shunga hovli joylarga bir dam soldirib yuborsammikan degandim. Xo'p dedim, o'ylanib qoldim. Allohning kalomi bandalariga tushirilgan, ammo uy joylarga dam solishlarini eshitmagandim to'g'risi. To'g'ri, jinlar olami bor narsa. Bu aniq o'shalarning ishi. Lekin jinlarning junbushga kelishiga ko'proq odamlarning o'zlari sababchi bo'ladilar. Jinlar ham Allohning amrisiz birovga zarar yetkaza olmaydi. Shuning uchun bu besaramjonlikning sababini o'zimcha uy egasidan qidirgan bo'ldim. Nafsi yomonroq edi. Daromadliroq ishga o'tdi-yu, salda qasrmonand uy-joy qurib oldi. Maosh bilan bunaqa uy-joy qurib bo'lmasligini atrofdagilar sezmadi-mas. Sezdi. Lekin na iloj, yuz amri shirin. Ammo kutilmaganda mana bunday mashmasha chiqib turibdi. Ko'pning haqqi yomon-da, yuqmaydi, teshib chiqadi deganlari shu bo'lsa kerak-da. Nima qilsam ekan? Rosa boshim qotdi. Dami o'tkir domlani qidirishdan boshqa ilojim qolmadi. Qani natija nima bilan tugar ekan? Balki yaxshi bo'lib ketar. Ming afsuski, unday bo'lmadi. Battar bo'ldi. Endi o'sha sharpalar allambalo maxluqlar ko'rinishida ko'zlariga ko'rina boshlabdi. Hatto bitta farzandi qo'rqqanidan shaytonlab ham qolibdi. Ota-onasiniga olib borib qo'yibdi. Xotini yuragi o'ynoqqa chalinibdi. Oxiri ko'zimni chirt yumib, u bilan uchrashdim. Achchiq bo'lsa ham haqiqatni aytdim. Joyni qurishda qaydan kirim bo'lgan bo'lsa, o'g'irlik deya olmadim. Borini joy-joyiga qaytaring. Bo'lmasa, bu hovlida yashay olmaysiz. Nima? Bitta menmi deya norozi bo'ldi u. Boshqalarchi? Boshqalar yashab yuribdi-ku demoqchi. Boshqalarni qo'ying. Ularning rahnamosi shayton. Qaytaga siz xursand bo'ling. Iye, nimasiga xursand bo'lay? Jahl qildi u. Shunisigaki, sizni Xudoga yoqqan joyingiz bor ekan. Harom aralashgan hovlida sizni yashatgisi yo'q. U ming bir xayollar girdobida qoldi. Hovlini sotay desa, birov olmaydi. Mishmish tarqab bo'lgan. Yashay desa yasholmaydi. Buzay desa ko'z qiymaydi. Xulosa o'zingizdan azizlar. Kanalga obuna bo'ling.